Hey tuqqanlar, hammanglarning uyida un bor, hammanglarning uyida ayollarыңlar bor. Ha, undan bir kuchini sepla. Ha, kichikgina mayni quyibla, yug'uribla. Pitagdab kichkina aparani sep, ximiturishini sep, ichitibla. Pitagdab kavshanga sep qo'ysanglar, hammanglarning uyida kavshang bor. Pitagdab sep qo'ysanglar non bo'ladi-ku. Bir muncha non bo'ladi, mushtumchida ximiy yug'asanglar. Aşınanga nan yo'q degicha. Bu yerda uyda ketayotgan asosli go'sht, un, dan. Mushu bo'lsa bo'lgan gap hozir mush kam bo'layotgan narsamış. Kam bo'layotgan narsani desa, petiqlab, chetiqlab deb davotgan gapni ajoyib odamlar ekan jima. Shu narsa kam doti deganlar o'zi. Saykamdimi deyish kim? Hamma uyda hamma narsa tal bo'lmaydi-ku. İşkichini unni selibli muomsalimiz qilamiz degan bilan ba'zi uyda un yo'q, ba'zi uyda go'sht yo'q, ba'zi uyda say yo'q, ba'zi uyda ayollar yo'q, yana ba'zi uyda erlar yo'q. Hem er hem ayol bo'lib yashayotgan ayollarimiz xeli bor. Hem dada hem ana bo'lib yashayotganlarimiz bormish qo'rg'onning ichida, necha bola bilan qilib. Mandalik pishdi degan gap pishmaydi-ku, 5 kun bo'ldi undab o'tdag'li so'zuli yeb. Bizg'u yosh bo'pti yeymiz. Cho'nglar yoshlar, kichik bolasi bor, allaylar bola qanday qildi. Shunga eng yaxshi tapdan qilmay, ani qilsanglar bo'ldi, mani qilsanglar bo'ldi demay. Birlikda mush masalalarni hal qilib, mashayidikilar yetishmagan bo'lsa, har bir binodan birdan ikkidan fidoyi qilayli. Qilishni xohlaydiganlar bo'lsin. Chunki bu kasal bo'lgankin, uning har xil xatarim bo'ldi danglar. Shuni qilib hal qilsak bo'ladi demoqchiman.